Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa Farg'ona shahridagi navisimiz inshaalloh bitdi. Xatik fasonda chiroyli qilib tepasini ochib, ko'tarib, o'rtasiga prozrachniy, ikki yoniga mokri qilib, cho'tka qilib, eniga 9 metr, bunaqasiga 15-16 metr chiqqan inshaalloh. Juda ham chiroyli chiqdi. Navisimiz Xudo xolasa o'ta darajada chiroyli. O'ylaganimizdan ham chiroyli chiqdi ona. Xudo xolasa qadrdonlar, shunga shunaqa chiroyli xizmatlarga astagina o'malayapti. To'qsalaring. Qo'ldan kelgan chiroyli qilib beramiz. Tomondan ham olish. Uchoq gullariga e'tibor beramiz. Degan moslar chiroyli qilib uchoq gullar qo'yganmiz. Qadrdonlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.